Ketrin va Michael o'zlari uchun foydali bo'lgan taklifga rozi bo'lishdi. Bu proyekt ishtirokchisi bo'lib, bu yerda bu yosh sevishganlar faqatgina bir xonada 50 kunni birga o'tkazishlari kerak xolos. Ular buning evaziga $5 million olishadi. Michael hamda Ketrin birinchi kundanoq bu $5 million qanday qilib sarflash haqida gaplashishardi. Qizcha shubhalanardi bu pulni olishlariga, chunki shartlar juda ham oddiy edi. Michael esa aytadiki, bizga omad kulib boqdi, biz bundan unumli foydalanib ko'ngilxushlik qilishimiz kerak deydi. Bu xonada spalnidan boshqa hech narsa yo'q edi. Yuvinish xonasiga ham bir kunda bir marta kirishga ruxsat bor va bu xonada bitta planshet bor edi. Bu xonada bo'lish tartiblari va qonun qoidalari yozilgan. Ularga bu yerda maxsus oziq-ovqat ham berishadi. Bu xonada elektr energiyasi soat 10 da o'chadi, Ketrin esa ertalab soat 7 ga butunlik qo'yadi. Sevishganlar uchun bu shartlar juda oddiy ko'rinardi, chunki buning evaziga olinadigan sovg'alar ko'zni quvontirardi. Keyingi kuni ular o'z kiyimlarini topshirishadi va maxsus kiyimlar olishadi. Michael aytadiki, endi haqiqiy jinnilarga o'xshab qoldik deydi. Ketrin unga savol beradi, nimaga bu ishlarni qilyapsan deb. Eslatib o'tamizki, Michael bu proyektning yaratuvchisi. Michael javob beradiki, bu hozircha sinov ko'rinishidagi proyekt, shuning uchun ikkalamiz shu yerdamiz deb javob beradi. Oradan endigina 2 kun o'tganda Michael aytadiki, bu soat minlarini ko'rgani ko'zim yo'q deydi. Va yana aytadi, bu 50 kun biz uchun 3 yoki 4 oydek tuyulishi mumkin deydi. Ketrin esa aytadi, soatga ko'p ham qarayvermaslik kerak deydi. Ketrinning ertalabki soat 7 ga qo'ygan budilniki Michaelning asabini buzishni boshlaydi va bu budilnikni o'chirishni yoki vaqtini o'zgartirishni iloji yo'q edi. Va Michaelda ham albatta chidashdan boshqa imkoniyat yo'q edi. Kunlar o'tadi, maxsus ovqat, bitta xona, hech narsa o'zgarmasdi. Kun, maxsus ovqat, oq xona. Kun, tun, xona, maxsus ovqat. Hech narsa o'zgarmasdi. Oq xonadan boshqa hech narsa yo'q. Va kunlardan birida Michael bu xonada hasharotni ko'rib qoladi. Ha, bu oddiy hasharot, lekin bu xonada hasharotni uchratish ham orzu edi bu sevishganlar uchun. Michael bu hasharotga ovqat bermoqchi bo'ladi, lekin bu ham mumkin emas edi. Keyinchalik Michael bu hasharotni ko'chaga olib chiqib qo'ymoqchi bo'ladi va kameraga qarab aytadiki, xonadan chiqish niyatim yo'q, faqatgina hasharotni olib chiqmoqchiman deydi. Lekin Ketrin aytadiki, bu yaxshi fikr emas deydi va shundan so'ng sevishganlar tortishib urushib qolishadi va Ketrin o'zi bilmagan holda hasharotni bosib o'ldiradi. Vaqt juda ham sekin o'tardi. Keyinchalik Michael o'z sevgilisiga aytadiki, u zerikib ketganidan ko'ngilxushlik qilish uchun narsa sotib olishini. Bu xonada har bitta qatnashuvchiga 2 marta bu narsani sotib olishga ruxsat bor edi va bu narsaning narxi birinchi sotib olganda $100 ming edi. Ko'ngilxushlikni xohlagan Michaelga bittagina yashil borni berishadi. Shu bitta bor uchun Michael $100 ming pulni havoga uchirdi. Shu paytda Ketrin aytadiki, bu sarflangan puling o'zingni hisobingdan olib qolinadi deydi. Borni qabul qilib olgan Michael devorga har xil rasmlarni chizishni boshlaydi va Ketrin uni oldiga kelib, o'zini rasmini chizishni so'raydi. Qizcha albatta chiroyli rasm kutgan edi, ammo natijani ko'rib aytadiki, sen rasm chizishga qodir emassan deydi. Va ketib qoladi o'zining yigitini xafa qilmaslik uchun. Bor tamom bo'lganidan so'ng Michael yana zerikishni boshlaydi va Ketrindan uzr so'raydi uni haqorat qilgani uchun. Bu yerdagi ahvol og'irlashib qoladi. Ketrin o'qlangan to'pponchani ko'rganidan so'ng va aytadiki, bizni ustimizdan kulishyapti deydi. Ular o'ylashlaricha ertami kechmi ikkalasidan bittasiga bu quroldan foydalanishga to'g'ri keladi va ular qanday qilib bu quroldan qutulishni bilmay, uni spalnining tagiga yashirib qo'yishadi. Michael juda ham zerikardi va aytadiki, u boshqa chiday olmasligini. Buni eshitgan Ketrin qo'rqishni boshlaydi va Michaelga yana bitta ko'ngilxushlik qilish uchun narsa sotib olishni taklif qiladi. Ikkinchi marta sotib olishda bu noma'lum bo'lgan narsaning narxi $400 ming gacha oshadi va shunda ham Michael sotib oladi va ko'radiki, bu safarga $400 ming ga loyiq bitta chiroyli qiz kiyimsiz kirib keladi. Ketrin yuvinish xonasidan chiqishi bilanoq ko'radiki, xonada kiyimsiz qiz yurganini. Michael esa o'zini oqlashga urinardi, lekin uning hech qanaqa aybi yo'q. Bu qizcha o'zini Simona deb tanishtiradi. Ketrin rashk qilishni boshlaydi, chunki Michael boshqa qizga ko'proq vaqtini ajratyapti. Va shu kuni kechasi yana bitta muammo paydo bo'ladi. Bu sovg'a sifatida kelgan qizga uxlashga joy yo'q. Michael aytadiki, qizlar spalnida yotishini, u bo'lsa yerda yotaman deydi.
Shu paytda Simona aytadiki, bu yaxshi fikr emasligini, chunki Pol betondan bo'lgan. Ertasi kuni Ketrin bu qizni xonada yo'qligini ko'rib xursand bo'lib yuvinish xonasiga kirsa, Simona ham o'sha yerda edi. Bu rashk qilishlar va boshqa muammolar davom etardi, toki Ketrin ham ko'ngilxushlik uchun narsa sotib olmaguncha. Keyinchalik Ketrin bu bo'lib o'tayotganlarga chiday olmay, u ham ko'ngilxushlik uchun narsa sotib oladi. Ketringa $100,000 evaziga tabletka berishadi. Bu oddiy tabletka emas. Ular bu tabletkani iste'mol qilishlari bilan mayli davom etamiz. Bu o'yin kulgu Michaelning hushidan ketishi bilan yakunlanadi. Michael hushiga kelganidan so'ng Simona bilan suhbatlashishni boshlaydi o'zining muammolari haqida va Michael o'zining ukasidan ajralib qolganlarini aytib beradi. Bunga javoban Simona aytadiki, u ham onasidan ayrilib qolganini. Simona Michaelni tinchlantirish uchun dalda berish uchun uni qo'lidan ushlaydi. Shu paytda Ketrin uyg'onib qoladi va ularni qo'l ushlashib o'tirganini ko'radi va yana rashk qilishni boshlaydi. Ketrin Simonani haqoratlaydi va Simona jahl qilgan holda aytadiki, balkim sen uxlab yotgan payting Michael va mening o'rtamizda nimalardir bo'lgandir deydi. Ertasi kuni Ketrin Simonani xona bo'ylab izlaydi, lekin uni topa olmaydi va quvonishni boshlagan Ketrin devorda yozilgan yozuvga ko'zi tushadi. U yerda shunday deb yozilgan edi: shu vaqtgacha menda hali bunaqangi yorqin jinsiy aloqa bo'lmagandi. Buni ko'rgan Michael darhol aytadiki, men u bilan yaqin aloqada bo'lmaganman, buni hammasi yolg'on deydi. Lekin Ketrin aytadiki, u sening sobiq qizingga o'xshar ekan, balkim sobiq sevgilingni eslab nimalardir qilgandirsizlar deydi. Michael tushuntirishni boshlaydi. Bu hammasi xona organizatorlari biz bilan o'ynashyapti deydi. Ketrin bunga javoban aytadiki, hech qanday organizatorlar yo'q. Sen Simona bilan yaqin aloqada bo'lgansan, meni rashkimni keltirish uchun deydi. Rashkdan hushini yo'qotib qo'ygan Ketrin Michaelni itarib yuboradi va Michael boshi bilan devorga urilib yiqiladi. Keyinchalik darhol Ketrin yordamga boradi va uzr so'raydi va aytadiki, atayin qilmadim, bexosdan bo'lib ketdi deydi. Michael unga aytadiki, sen uchun o'zimni yaqin do'stlarimdan kechdim. Ishchi hamkorlarim bilan aloqamni uzdim. Sen rashk qilmasliging uchun. Lekin men qilgan shuncha harakatlarga ham shu rashking bilan javob qaytaryapsan deydi. Keyinchalik Michaelga shifokor yordami kerak bo'ladi. Lekin Ketrin aytadiki, bizda bunaqa imtiyoz yo'q deydi. Michael xonani tark etishni taklif qiladi. Ketrin buni xohlamasdi. Michael unga savol beradi: men uchun nimalarga tayyorsan? Qiz agar juda ahvoling og'irlashib qolsa qon berishga ham tayyorman, lekin xonani tark etishni xohlamaydi. Shunda Michael aytadiki, pulni deb aqldan ozibsan, qizcha unday emas deb javob qaytaradi. Shunda Michael aytadiki, unaqa bo'lsa xonani tark etamiz deydi. Lekin qiz bunga ham rozi bo'lmasdi. Michael esa qo'shimchasiga aytadiki, bu devordan qurilgan xona emas, bu yerning hamma joyi oyna deydi. Va unga ketish kerakligini tushuntirishni boshlaganda Ketrin boyaki qurolni olib Michaelni qo'rqitishni boshlaydi. Michael aytadiki, bunday qilishga qo'ling bormaydi. Lekin shu paytda Ketrin yuqoriga qarab o'q uzadi. Michael bilardiki, Ketrin unga o'q uza olmasligini va xonani tark etadi. Keyinchalik ko'ramizki, Ketrin bitta o'zi xonada pul yutib olish niyatida kundan kunga so'lib borayotganini va oxirgi 2 kuni qolganida u ham chiqish tugmachasi yoniga boradi. Oradan bir necha vaqt o'tganidan so'ng kechasi yugurishga chiqqan Michael o'zining sobiq sevgilisi Ketrinni uchratadi va Michael ko'pdan beri ko'rishmaganini aytib, sayr qilishni taklif qiladi. Keyinchalik Michael Ketrindan so'raydi: u xonada bo'lib va'da qilingan pulni oldingmi deydi. Lekin Ketrin javob bermaydi. Ketrin chiqqan binoning devoridagi yozuv shuni anglatadiki, Ketrin u xonadan chiqmay va'da qilingan pulni olganini. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz sizdan juda minnatdor bo'lardik. Filmni to'liq Telegram kanalimizdan topasiz. Telegram kanal manzili video ostida qoldirilgan. Bugun biz sizlar bilan 2013-yilning Gryaz nomli syujetini tahlil qilamiz. Politsiya detektivi serjanti Bryus Robertsonning rafiqasi shahar bo'ylab sayr qilish uchun ketmoqda. Shu payt metro tunnelida ayol jinoyatning tasodifiy guvohiga aylanadi. Bezoralar to'dasi yapon sayyohiga hujum qiladi va uni o'ldirishadi. Shundan so'ng u xavfsiz tarzda qochib ketadi. Bryus Shotlandiya va uning mahalliy aholisini yaxshi ko'radi. Albatta, ba'zi hollarda ular o'zlarining fe'l-atvorini va o'rta barmoqlarini namoyish etadilar. Yig'ilish paytida detektiv imkoniyatni qo'ldan boy bermay, hamkasblari o'zlarini noqulay his qilishlari uchun o'zidan badbo'y hid chiqaradi. Bryus bo'sh turgan detektiv inspektor lavozimini egallashni orzu qiladi va boshqalarni raqobatchilar deb hisoblaydi.
Uchrashuv yakunida boshliq Bob Bryusga tunnelda sodir etilgan jinoyatni tekshirishini topshiradi. U ssenariy muallifi bo'lishni orzu qilgan xo'jayinning ishonchiga va jinoyatchilarni topish va ushlashga imkon beradigan bosim vositalariga ega. Lavozimga ko'tarilishni orzu qilgan Bryus maqsadga erishish yo'lida har xil vositalardan qo'rqmaydi. Birinchi gumonlanuvchini topib, Bryus va Rey uni kuzatib borishadi. So'roq qilishning noan'anaviy usullaridan foydalangan holda Bryusning xiyla-nayrang o'yinlarining yana bir qurboni hamkasbi Dakning xotini bo'lib, ular sevgi bilan shug'ullanishadi. Shotlandiyalik xotinini xiyonatda gumon qiladi, ammo Bryus bu fikrga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga xizmatdagi hamkasblarini zaharlashga harakat qiladi. Bir kuni shahar atrofida aylanib yurganida Bryus o'zini yomon his qilgan odamni ko'radi. U tez yordam chaqirishni so'raydi va odamni jonlantirishga harakat qiladi. Ammo barcha urinishlar behuda. Shu bilan birga Bryus u yerda marhum ukasining arvohini ko'radi. Ruhiy kasallik va gallyutsinatsiyalar rivojlanishda davom etmoqda. Shuning uchun detektiv doktor Rossiga murojaat qiladi. Kechqurun Bryus kattalar videosini tomosha qiladi va o'zini o'zi qondirishga qaror qiladi. Ammo zavqlanmaydi. Biroz dam olishga qaror qilib, u eng yaqin do'stining xotiniga qo'ng'iroq qiladi va uni haqiqiy manyak kabi qo'rqitishda davom etadi. Clifford bilan uchrashgandan so'ng Bryus ozgina kukun sotib olish uchun do'stining pulini o'g'irlaydi. Boss telefon bezorini qidirish natija bermasligini eslatadi va bu ishni imkon qadar tezroq yopishni so'raydi. Ertasi kuni ertalab Bryus o'rtog'ining uyiga tashrif buyuradi va manyakni rad etishni emas, balkim u bilan ozroq gaplashib, uning ehtiroslarini keltirishni taklif qiladi. Uyga qaytgach Bryus taqiqlangan moddalar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun u gallyutsinatsiyalarni ushlaydi va shifokorni dahshatli tushida ko'radi. Ishda ham erkak o'zini nazorat qilishni to'xtatadi va hamkasbining noan'anaviy jinsiy orientatsiyasi haqida yozadi. Uni butun jamoa oldida sharmanda qiladi. Yapon ishini davom ettirar ekan, Bryus fohishaxonaga tashrif buyuradi va gumon qilingan jinoyatchilarning biologik materiallarini oladi. Tez orada politsiya bo'limida ziyofat uyushtiriladi. Bryus Rey xo'jayinning kotibini yo'ldan ozdirmoqchi bo'lganini sezadi va o'yin o'ynashni taklif qiladi. Erkaklar jinsiy a'zolarini printerda skanerlashlari kerak. Shundan so'ng ayollar rasm egasini taxmin qilishga harakat qilib ko'rishadi. Rey o'zining kichkina a'zosi bilan sharmanda bo'ladi. Bryus esa kompyuter orqali o'zining a'zosini kattalashtiradi, kotib qizni hayratda qoldirish uchun. Natijada u xo'jayinining yordamchisi bilan sevgi qilishga muvaffaq bo'ladi. Ammo xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi, chunki kotib qiz Bryus hammani aldab yutganini fosh qiladi. Tergovni davom ettirish o'rniga Bryus fitnalarni to'qib, ular bilan aralashib o'ziga yangi muammolar tug'dira boshlaydi. Ta'tilga chiqqandan so'ng u eng yaqin do'sti bilan Gamburgga qochib ketadi. U yerda fohishaxonada dam oladi va Cliffordning ko'zoynagini sindirib unga hazil qiladi. Barda Bryus sherigining kokteyliga bir nechta quvnoq tabletkalardan tashlaydi. Natijada u yigitlar safida o'ynashni boshlaydi. Bryusni qo'rqinchli gallyutsinatsiyalar ta'qib qilishda davom etmoqda. Unda u cho'chqa yuzi va boshqa qo'rqinchli hayvonlarni ko'radi. Yengil tabiat qizlarini birini esa xotinim deb o'ylaydi. U ishga qaytib kelganda tergov rahbariyatidan chetlatilganini va Amanda ish bilan shug'ullanganini bilib oladi. Hamkasblar o'zaro janjallashadi. U Mary va uning o'g'lini ko'rib biroz tinchlanadi. Shunda Mary politsiyachini o'g'liga o'rnak qilib qo'yadi, chunki u yaxshi odam deb o'ylaydi. Rey bilan suhbatlashayotganda Bryus inspektor lavozimini egallash uchun Rey kukun chekishni tashlaganini bilib qoladi. Yana yolg'ondan o'z o'yiniga kirib, Bryus yangi kelganni uning atrofidagi dushmanlar ekanligiga ishontiradi va uni boshliqlari oldida sharmanda qilishni xohlashlarini aytadi. Bryus xotini va qizi bilan eski videolarni ko'zlarida yosh bilan qayta ko'rib chiqadi. Shundan so'ng u yana do'stining xotiniga telefon qiladi. Bu safar o'rtog'ining xotini bezorini rad etmaydi, balki uni hayajonlantiradi va bundan Bryus zavqlanish oladi. Spirtli ichimliklar, oq kukun va yengil tabiat qizlar detektiv hayotida asosiy narsa bo'lib qolmoqda. Gallyutsinatsiyalar kuchayishda davom etmoqda, ammo u odatdagi hayotga qayta olmaydi. Hamkasbining yuzi o'rniga filning boshini ko'rib, Bryus qochishga harakat qiladi.
Ammo xo'jayin uni rasvo ko'rinishi uchun jazolaydi. Agar u telefon bezorasini ushlay olmasa, ishdan bo'shatishga tayyorligini aytadi. Bundan keyin Bryus Cliffordni uyiga taklif qilib, uni mast holatga keltiradi va o'z xotinini qo'rqitayotganini tasdiqlovchi yozuv yozib oladi. Ertasi kuni ertalab Bryus o'rtog'ining xotiniga audio yozuvni qo'yib beradi va ular sevgi bilan shug'ullanishadi. Gallyutsinatsiyalar tobora haqiqatga aylanib bormoqda. Natijada Bryus o'zini ayollar hojatxonasida topadi va o'zi bu yerga qanday kelib qolganiga tushunmay qoladi. U Amanda bilan janjallashadi, lekin u qiyin paytlarda uni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. U Bryusning yaxshi politsiyachi ekanligiga amin, ammo u aqlini yig'ib olib, yomon odatlaridan voz kechishi kerak. O'zini boshqarishni yo'qotib qo'ygan Bryus Cliffordni kamerada kaltaklaydi. Bir payt baxtsiz politsiyachi rafiqasi Carol va qizi uni uzoq vaqtdan beri tashlab ketishganini tushunib yetadi, lekin buning sababini bila olmaydi. Ma'lum bo'lishicha, shuncha vaqt davomida u sevgilisi bilan faqat gallyutsinatsiyalarida muloqot qilgan. O'zini ayol kiyimiga almashtirdi va ko'chalarda yurdi. Bunday yurishlardan birida u bir guruh bezorilar baxtsiz yapon sayyohini qanday qilib o'ldirganiga guvoh bo'lgan. Xotini kiyimini yana kiyib ko'chaga chiqib, Bryus bezorilarning qurboniga aylanadi. Ular uni ushlab urishadi, keyin uni tashlab ketilgan ofis binosiga olib ketishadi. Bu yerda to'da boshlig'i guvohning hayotini sug'urib olishga qaror qiladi. Lekin bir payt Bryusni o'pishga harakat qiladi. Shunda politsiyachi o'zida kuch topib, yigitni derazadan uloqtiradi. Shundan so'ng Peter va Amanda uni topishadi. Bryusni eng past lavozimga tushirishadi va inspektor lavozimi Reyga nasib qiladi. Endi yigit kuchli xarakterga ega edi. Supermarketga borgan Bryus sobiq xotinini va qizini ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, uning sobiq xotini qora tanli yigit bilan yashaydi. Mary va uning o'g'lidan tashqari hamma Bryusdan yuz o'giradi. Biroz vaqt o'tgach, Bryus dush qabul qiladi va qo'ng'iroqlarni e'tiborsiz qoldiradi. U bunday hayotdan charchagan va hech bo'lmaganda bir marta yaxshi ish qilishga qaror qilgan. O'zining formasini kiyib, u ozod qilingan Cliffordga video murojaat yozadi. Uni kechirishini so'raydi va uni yagona haqiqiy do'stim deb ataydi. Shundan so'ng erkak sovg'a qilingan sharfdan halqa yasaydi va hayot bilan hisob-kitob qilish uchun stul tayyorlaydi. Oxirgi daqiqada u Mary va uning o'g'li eshik oynasi ortida paydo bo'lganini ko'radi. U o'sha payt hayotini yo'qotishni istamaydi va ularning ketishini kutadi. Ko'z yoshlari bilan Bryus hayotida oxirgi marta o'zining sevimli iborasini aytadi. Shundan so'ng stul buziladi va u bu dunyoni abadiy tark etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.